Shavkat Mirziyoyev haqida aholiga muhim xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turish uchun video roligimiz ostidagi podpisatsiya va like tugmalarini bosib bizni kuzatib borishda davom eting. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 8-9 may kunlari amaliy tashrif bilan Moskva shahrida bo'ladi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tashrif dasturiga muvofiq Shavkat Mirziyoyev Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda ishtirok etadi hamda qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 20 dan ortiq davlat va hukumat rahbarlari 9 may kuni Moskvada bo'lib o'tadigan Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etishni ma'lum qilgan edi, deyilgan xabar so'ngida. Kuzatib borishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.